Aka, o'zingizni videoga olmayman. Mana shu molni qanchaga sotib oldim deb aytdingiz? 50 millionga sotib oldim aka. Zotini nima deyishdi? Angus deb aytishdi. Akalar, men molga chorvaguncha tushunmayman, lekin bu Angusga o'xshamayapti. Bu fermer akamiz bo'ladi. Fermer akamizga stimulyator olib kelib beruvdim paxtasiga. Bu Angusmi? 50 millionga arziydimi? Kommentga yozib qoldiringlar. Men ungacha sizlarga mana shu stimulyator haqida qisqacha ma'lumot beraman. Videodagi mol zoti aslida qanaqaligini videoning oxirida aniqlaymiz. Ifodani VL77 o'sish stimulyatori bo'ladi bu. Protein oksidlar 77%, tuz yuvilgan gumin kislotalari 3%. Xo'sh, bunday tarkibli stimulyator o'zi nimaga kerak? U ekinlarning hosildorlik sifatini oshiradi, bug'doy don sifatini, don tarkibidagi oqsilni, paxta tolasining mustahkamligini, mevalardagi qand miqdorini, ildiz mevalardagi kraxmalni, sabzavot va mevalarning sifatini, ta'mini yaxshilashga yordam beradi. Ayniqsa stress omillariga qarshi juda samarali ishlaydi. Urug'lar preparat bilan ishlov berilsa, unish energiyasini 15% gacha oshiradi. Hoziroq ifodani bepul agronom xizmatidan foydalaning va darrov sotib oling. Akalar, shu Angusmi? Fermer akamiz yo yeb qo'ydimi yoki jaydari molmi? Nima deysizlar? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. O'zingiz ishingizni qilsangiz. Ey, qanaqa Angus